Assalomu alaykum, qarorgoh mashvaratimizning sadoqatli muxlislari. Bugun tariximizdagi eng shov-shuvli va ziddiyatli voqealar haqida so'z yuritmoqchimiz. Bu kishi ijtimoiy tarmoqlarda yuz minglab kuzatuvchilarga ega tarixchilar klubining asoschisi, tarix va geografiya fani bo'yicha mutaxassis, Saltanatlar jangi kitobining muallifi, taniqli olim, tarixchi Ixtiyor Esonov. Alaykum assalom. Ixtiyor aka, xush kelibsiz. Olim aka, sal mubolag'a bo'ldi. Men endi Amir Olimxonni juda bir bilimdon emasman. Shu bitta ikkita maqola qilganman, shu to'g'risini aytish kerak-da. Ixtiyor aka, siz mana shu Amir Olimxon xazinasi haqida qisqagina bir maqola e'lon qildingiz, lekin bu portlash effektini berdi. Mushtum jurnalida chiqqanda maqolamiz, menimcha men u yerda shu Rossiyadagi saytlardan bir arxiv ma'lumotlarni olib, o'zimcha tahlil qilib, endi tarjimalar asosida shuni qo'ygandim. U yerda o'sha bilasiz, boyagi ro'yxatga olinishi Amir Olimxonning boyliklarini va boyagi manbasi ham berilgan, ko'rgan bo'lsangiz. Lekin bilasizmi, shu Amir Olimxonning xazinasi, boyliklari haqida juda ko'p manbalar yetib kelgan bizning davrimizgacha va bularning juda ko'pi tarixiy asosga ega. Xususan mana Mahmudxo'ja Behbudiyning 1914-yilda Oyna jurnalida e'lon qilgan maqolasida shunday deb yozadi. Buxoro amirining xazinasida saqlanayotgan oltin va kumush pullarning bo'yi 50 arshin. 37 metrmi, shunday 34 mi, 37 metr. Eni 20 olchin. Balandligi 8 olchin bo'lgan ulkan bir tog'dan iborat. Va o'z-o'zidan tabiiy savol tug'iladi. Mana shu ulkan tog' bugungi o'lchov bilan o'lchasak, ya'ni o'zbek so'mida qancha trillion tashkil qilgan bo'ladi? Endi o'zbek so'mida hisoblasak sal ko'pchilik tushunmas, tomoshabinlar. Agar dollarga hisoblasak, Amir Olimxonning butun boyligi, ya'ni mutaxassislarning fikri bo'yicha bu taxminan hozirgi pulga chaqqanda 1,5 milliard dollar atrofida tashkil qilingan. Qolgan boyliklarni hisoblasak, men umumiy nimada aytyapman-da, hozirgi boylikda o'lchansa, menimcha shu taxminan 5-10 milliardlar orasida bo'lgan bo'lsa kerak. U yerda faqat ro'yxatga olingan xazinadan olib chiqib ketilgan pullar, tilla, kumush, tangalar, lekin u yerda qancha boshqa moddiy boyliklar bo'lgan. Masalan, birgina ko'zalar misol uchun. Olim aka, tarixiy ahamiyati ham bor-da. Boylik deganda biz o'sha paytdagi o'lcham bilan bu o'lchanyapti-da. Masalan, mana agar tomoshabinlar ham menimcha bu narsani yaxshi bilsa kerak, qadimgi shaharlarda, masalan Samarqandda, Buxoroda, balki Toshkentda ham tillachi boylar deyiladi. Ularda antikvarlar bo'ladi. Masalan, men o'zim eshitganman, endi men aniq buni bir narsa deya olmayman. Shu Samarqandda, Buxorodagi bir shu odamlar bilan gaplashganimda, shunday tillachi boylar bor. Bitta tillasi masalan balki million dollardir, balki undan ham yuqori nimada turishi mumkin. Nimaga desam, u o'zi bo'lsa bir 5-6 gram chiqadi. Nimasi uncha million dollar bo'lishi mumkin desam, uni tarixiy, ma'naviy ahamiyati bor. Angliyada o'tkaziladigan auksionlarda bitta tanga oddiy, u tilla bo'lishi shart emas. Shart emas. U millionlab dollarda turadi. Shunday. Hatto mana o'zimiz ham Islom sivilizatsiya markaziga yaqinda tilla tangalar auksionda sotib olindi. Juda katta summalar. Endi o'shani agar tarixiy ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, agar hozirgi davrga taqqoslaydigan bo'lsak, Amir Olimxonning boyligi balki 10 milliarddan ham yuqori bo'lishi mumkin. Tabiiy. Uni tarixiy ahamiyati ham bor. Xuddi shunday. Lekin bilasizmi, Amir Olimxon boyliklari haqida gapirilganda, mana olimlar, tarixchilar ko'proq o'sha Frunze tomonidan olib ketilgan boyliklar haqida gapiradi, ammo xalq ichida boshqa bir afsona sifat fikrlar yuradi. Ya'ni go'yoki Amir Olimxon o'sha Afg'onistonga qochgan payti o'zi bilan birga xazinani olib ketgan va Hisor tog'ida qayergadir yashirib qo'ygan degan fikrlar ham bor. Hozirgacha mana Eldorado haqida bu afsonalar bor-ku, tilla izlovchilar. Lixaradka, oltin talvasasi deydi. Hozir ham menimcha shu izlaydi, shu Yakkabog', Shahrisabz oralig'ida. Lekin Amir Olimxon xazinasi haqida ko'p tadqiqotlar o'tkazilgan. Agar siz bilsangiz, shu 90-yillar boshida mustaqillik arafasida bu haqida juda ko'p maqolalar e'lon qilingan. Shunday. Keyinchalik kitoblar yozilgan. Xususan mana tarixchi olimlar Haydarali Uzoq va Sotimxon Xolboyevning
Buxoro amirligining oltinlari degan ham maqolalari ham asarlari chop etilgan. Amir Olimxon vasiyatlaridan birida bu o'sha Haydarali Uzoqov va Sotqin Xolboyevning maqolasida aytiladi. Farzandlariga shunday vasiyat qoldirgan deydi. Peshawar bankida saqlanayotgan dollarlarga birontalaring tegmaysanlar. O'zbekiston mustaqil bo'lgach, bu pullarni uning hisobiga o'tkazasanlar. Londonda saqlanayotgan jamg'armalar asosan avlodlaring uchun, ya'ni sizlar uchun deyapti. Lekin uning bir qismini ham O'zbekistonga berilishi mumkin. Bu o'zinglarga bog'liq. Ana shunday vasiyat qilgani bu nima deb o'ylaysiz? Qanchalik haqiqatga yaqin? Tarixiy faktlarga qaraydigan bo'lsak, Buxoro amiri juda katta pullarni imperator Rus banki orqali o'tkazganda, masalan, Parijdagi, Fransiyadagi banklarga, boya siz aytayotgan Londonga va hokazoga. Men mana shu yerda bitta nimani keltirib o'tib ketay. 1920-yilda endi o'sha Amir Olimxon amirlikka xavf tug'ilishini, real xavf tug'ilganligini endi seza boshladi-ku. Mana masalan 1918-yil Kolesovni yurishi bo'ldi-ku Buxoroga. Birinchi yurish bolsheviklarning. O'sha yosh buxoroliklar isyoni, uni hammamiz xabarimiz bor. Ular bostirilgandan keyin baribir Amir Olimxon buni biladi. O'sha u bolsheviklar bilan qanchalik kompromissga borishni xohlab ularga telegrammalar yuborgan. Hatto Sovet Rossiyasini tan olaman. Mana men sizlarga vassalam bo'laman, kerak bo'lsa o'sha Lenin nima bersa shuni ham bajaraman deb aytgan o'zi telegrammalarida. Amir Olimxon Peterburgda o'qigan. U bir nechta tillar, ingliz tilini bilgan. Hatto iqtidorli bo'lgani uchun o'sha harbiylar nimasini muddatidan avvalroq bitirgan. Albatta, kadetlar maktabida o'qigan. Nikolayev kadetlar maktabi bor. Men Sankt-Peterburgda bo'lganimda hammasi bilan tanishganman. Amir Olimxonning uylarini ko'rganman. O'sha qurgan boyagi Moviy masjidi bor, Gorkovskiy metroning yonida. Shunday chiqqan paytda Petropavlovsk qo'rg'onining ro'parasi ko'rinib turibdi. O'sha Peterburgni eng haligisi bor-ku, ramzi. O'sha Pyotr bir o'sha butun Romanovlar sulolasini dafn qiladigan qala. Shunda bu yoqda ikkalasi ro'parasiga bir-biriga qarab turibdi. Masjid bilan boyagi Petropavlovsk qalasi. Said Olimxon albatta uni bir ahmoq odam deyish mutlaqo kategorik bu xato. 5-6 ta tilni, mana turkiy tilni, forsiy tilni, adashmasam arabchani ham bilgan, rus tili, fransuz, hatto fransuzchani ham bilgan deyishadi. Endi chuqur bilmaganda, lekin inglizchani bilgan. Tasavvur qilavering. Juda ko'p kitoblar o'qigan, Yevropa o'sha tamadduni bilan tanishgan, Peterburgni yaxshi ko'rgan hatto. Chunki mana har bir shaxsning yoshligi qayerda o'tsa, bilasizki, baribir qandaydir bog'lanib qolasiz, bilasizmi? Amir Olimxonning butun o'smirlik davri Peterburgda o'tdi-ku. 13 yoshida o'sha dastlab Buxoroda Mir Arab madrasasida o'qigan bo'lsalar, keyin otalari o'sha Said Abdullaxon Sankt-Peterburgga o'qishga, kadetlar maktabiga, ya'ni zobitlar, yuqori elita. U yerda Rus jamiyatini, Rossiya imperiyasini eng elita qatlami o'qiganda, graflar, knyazlar, hattoki bo'lg'usi Chor imperator bilan u do'st bo'lgan. Birga o'qishgan o'sha imperator Nikolay II bilan do'st bo'lgan. Juda ham yaqin bo'lgan ikkalasi. Mana podsholarni bilasizmi, bir-biriga xat yozganda og'am deb yozadi. Ya'ni teng ko'radi bir-birini. Amir Olimxonni ham bular teng ko'rgan. Faqat endi vassal sifatida, lekin rang deyarli o'sha u ham sarsi asobada, u ham podshoh hisoblanadi-ku, vassal bo'lsa ham. Bu yerda buzilish bolsheviklarning hokimiyatga kelishidan boshlanganda, bolsheviklar endi uni hech u radikal, ular hech qanday tan olmaydi, podshoni o'ldirib yubordi-ku ular. Oilasi bilan butunlay. Amir Olimxonni ham o'sha salobatga o'sha sira soldi. Endi Amir Olimxon buni tushundi, bular hech qanaqa kompromissga bormasligini ham tushundi. Bu demak zudlik bilan boyliklarni tezroq olib chiqib ketish kerak Buxorodan. U tushunib turibdi, ertaga, bugun bo'lmasa ertaga bolsheviklar baribir Buxoroga bostirib keladi. Qarang. 1920-yilda endi Amir Olimxonning saroyiga, Buxoroga turli xil o'sha aksal inqilob kuchlari oqib qochib kela boshladi. Hammasi yengilyapti-da. Diniy kengchilar ham qalchak, hammasi bolsheviklar dabdalasini chiqarib tormor qilyapti ularni. Bu yoqda Kavkazda, bu yoqda Ukrainani ham tormor qilishdi. Bu yoqda bizni Turkiston bo'yida hammasi haligilar o'sha qochib Buxoro amiriga, o'sha Buxoroga kelyapti. Ofitserlar, turli xil. Lekin real kuch to'planyapti. Agar Amir Olimxonning o'rnida boshqa odam bo'lganda, bulardan foydalanish yo'lini o'ylash kerak edi. Va o'ylagan ham, masalan,
Chor Rossiyasida orttirgan katta bir zobit bo'lgan, buni maslahatchi ham qilib olgan Amir Olimxon Nikolskiy degan odam bo'lgan. Nikolskiyga aytadiki, Mashhadga yuboradi uni va inglizlar bilan aloqaga chiqishni so'raydi. Ya'ni inglizlar bilan borib gaplashing, boyliklarni olib chiqib ketish kerak, qanday bo'lmasin. Nikolskiy orqali Mashhadda inglizlar bilan aloqaga chiqmoqchi bo'ladi, lekin inglizlar bu yerda tavakkalchilik qilish noto'g'ri deb hisoblaydi. Ular maslahat beradi. Hozir mana Kaspiy fronti to'liq bolsheviklar qo'liga o'tdi. Bokuda Kavkazni bolsheviklar egalladi, Turkmaniston bolsheviklar egalladi. Mashhad yo'li xavfli deb ular aytadi. Amir Olimxonga ayting, bu yo'ldan olib kela olmaysiz. Bu aniq absurdda bu masala. Mayli, bu yo'l bo'lmasa deydi, inglizlar bilan bari aloqaga chiqishim kerak deb hisoblayapti-da Amir Olimxon. Buni qarangki, ishonchli odami Davron Darvesh degan odamni Qashqarga yuboradi. Qashqar. Turkistonga, Sharqiy Turkiston, Uyg'uristonga. Qashqarda ingliz konsuli Pat Eserton degan odamga chiqishadi. Pat Eserton. Bu odam ingliz josusi va diplomati bo'lgan. Pat Esertonga chiqishadi-da, ular mana shu masalani qo'yishadi. Bizni boyliklarimizni mana olib o'tish kerak va Angliyaga olib o'tib ketishimiz kerak. Endi o'zi ham balki Angliyaga emigratsiyaga ketmoqchi, Yevropaga ham, Angliyaga. Lekin Pat Eserton ingliz konsuli rejani eshitib ko'radi, yuzlab otlar, tuyalar kelishi kerak va u qo'rqib ketadi. Pat Eserton, "Yo'q, bu deydi, men bunaqa mas'uliyatni bo'ynimga ola olmayman" deydi. Bu javobgarligi bor buni. Men ertaga deydi, hozir ko'ryapsizlar, Qashqarda ahvol yaxshi emas, og'ir ahvol, siyosiy ahvol yaxshi emas. Sinjan isyoni deyshadi-ku o'sha paytda. Undan tashqari yuzlab qaroqchilar, notinch zamon, men deydi, u karvonga men kafolat bera olmayman. Xullas, mas'uliyatni o'zidan soqit qildi va xullas amirni elchisiga "Yo'q" dedi. Boshqa yo'lni izlanglar. Rad javob berdi. Rad javobini berdi. Lekin inglizcha gentlemanlikni ko'ryapman-da bu yerda. Boshqa odam bo'lganda, agar bir rus zobiti bo'lganda, olib kel derdi. O'zini bir bala qilib amirni kiydirib ketaman deb, balki shunday qilishi ham mumkin-da. Lekin mana ingliz gentleman, "Yo'q, men dedi, uzr, men javob bera olmayman sizning boyliklaringizga." Endi amirda shunda qanday nimasi qoldi amirni? Boshqa nima iloji qoldi? U Afg'ondan boshqa hech qanaqa yo'l yo'q, Afg'onistonga olib o'tib ketishdan. Endi Afg'onistonga ham ishonch yo'q-da, Olimjon aka. Afg'on amirlari ham baribir Buxoro amirini ming do'st, ming qardosh bilgani bilan baribir u muxolifda, u amirda u. O'zi ertaga taxtga da'vogarlik qilishi mumkin. O'zi ma'lum haligi muddat avval o'sha Afg'onistonning ma'lum hududi Buxoro amirligini mana Janubiy Turkiston deb ataladigan Balx, Maymana, u hammasi Mozori Sharif, ular to'g'ri aytyapsiz. Ular salkam 18-asrgacha Buxoro amirligining hududi bo'lgan. Hozir ham o'zbeklar ko'pmi? 4-5 million o'zbek bor. Endi biz eng qiziq joyga keldik, adashmasam Ixtiyor aka. Endi ro'yxatni e'lon qilishingiz kerak. Bu ro'yxatni albatta nimasi muhim? Bu qayd qilingan akt asosida, ya'ni dalolatnoma asosida tuzilgan. Keling, shuni batafsil o'zi e'lon qiling. Qanday qilib mana shu pullar Buxorodan chiqib ketmagan, ya umuman Buxorodan qanchasi chiqib ketgan bo'lishi ehtimoli bor. Men mana shu yerda bir ikkita ma'lumotlarni keltiray. Rus Osiyo banki xodimi Yudakinning ma'lumotlari bilan tanishib chiqqanman-da o'sha paytda, maqola yozayotgan paytda. Bu Yudakin degan Rus Osiyo banki va imperiya, Sovet o'sha Rossiya imperiyasining banki. Nüfuzli bank, butun dunyoda filiallari mavjud. Albatta, Peterburgda, Toshkentda hamma joyda filiallari bor. Ana shu Yudakinning yozishicha, amirning boyligi 15 million funt sterling oltin bilan o'lchangan, banklarga qo'ygan puli. Masalan, amir deyapti Yudakin. Birinchi jahon urushi uchun, ya'ni 1914-yil Birinchi jahon urushi boshlandi-ku, Olim aka. Amir 1 million rubl oltin xayriya qilgan ekan Rossiya imperiyasi uchun, pul bergan urush uchun. Hozirgi pulda u bilmadim, u 100 millionlab dollar bilan o'lchansa kerak. Buning uchun podsho Nikolay II unga qarang, bejiz emas, 2 ta orden beradi. Ya'ni Aleksandr Nevskiy bilan Белый орел, oq burgut ordenini beradi. Bu ordenlar o'zi oxirgi shu imperiyaning oxirgi shu Nevskiy ordenini ham Amir Olimxon olgan deyishadi. Bejiz emas. Bejiz emas. Buncha pulni xayriya qilish u har kim ham beravermaydi buncha pulni. 1920-yil 28-avgust kuni Buxoroga endi Frunze bostirib bordi-ku. 28-avgust kuni boshlangan bo'lsa shturm 2-sentyabrgacha davom etgan.
mana shu voqealardan biroz oldin, ya'ni bolsheviklar Buxoroga yetib kelmasdan biroz oldin Amir Olimxon Bank de France, Fransiya Bank de France va Rothschild Frere va boshqa bir nechta banklarga o'zini o'sha millionlab pulini qo'ygan degan gaplar ham bor. Undan tashqari, balki bu ma'lumotlar tomoshabinlarga g'ayritabiiy tuyular, Amirning 10 minglab qo'yi bo'lgan. 10 minglab, hatto 100 minglab ham deyishadi. O'zi qorako'lchilik bilan ham shug'ullangan-ku. Bu Amir juda katta tadbirkor bo'lgan, Olimjon aka. U faqat oltin promisi bilan shug'ullanmagan. U juda katta tadbirkor bo'lgan. Hozir qorako'l terisini sotishdan juda katta foyda olgan. Rossiya imperiyasi eng katta qorako'l tadbirkori, qorako'lchilik teri tadbirkori Amir Olimxon bo'lgan. Va bu qorako'l aslida bilasizmi, shu yerda o'zim bitta kichkina izoh berib ketaman. Murunto oltin koni bor. Hozir ham dunyodagi eng mashhur. U azaldan dastlabki oltinlarda ham o'sha azaldan bular ming yillar oldin ham o'zi o'sha amirlar, o'sha Buxoro amirliklari, menimcha undan ham oldin shu biznikilar qazib olgan u yerda. Shunday. Bunday faktlar bor. Lekin mana shu yerda qoyil qolish kerak, Rossiya imperiyasiga bu sirlarni faqat Sovet SSR davridagina ma'lum bo'ldi. Demak, biznikilar ham juda ahmoq bo'lmagan ekanda, o'sha yashirib mana shu narsalarni tadbirkorlik bilan shu nimalarni o'sha saqlab kelgan. Bu Zarafshon daryosining nomi ham Olimjon aka bekorga zar deb zar oquvchi daryo. Zar oquvchi. Mana shu Sintob, mana Nurotob, bular hammasi Buxoro amirligining hududlari bo'lgan vaqtida. Bu yerdan juda ko'plab oltinlar qazib olingan, boyliklar. Endi men buni qanchalik rostligini bilmayman. Buxoro oltini dunyoda probasi bo'yicha eng sifatli oltinlardan biri bo'lgan. Foizi nihoyatda yuqori bo'lgan ekan. Mana shu yerda endi izoh berib ketsangiz bo'ladi-da. Chunki bizni ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarimiz bizga izohlarda juda ko'p savollar qoldirgan. Bir izoh qoldirishganki, biz Buxoro desa asrlar davomida bir dini islomning bir quvvati bo'lgan joy, madaniyat, savdo markazi bo'lgan joyni bilamiz. Haqiqatda tarixda shunday yozilgan. Buxoro bu madaniyat, ilm, savdo markazi. Shunday joyda bunchalik katta xazina oltin qayerdan paydo bo'lgan yoki xalqni shunchalik ezib nima soliq solinganmi degan qarashlar ham bor edi. Albatta soliqlar yuki ham bor. Ma'lumotlarga ko'ra 40 dan oshiq soliq turlari bo'lgan. Yer solig'i, savdodan keladigan soliq, tadbirkorlardan olinadigan soliq. Bu ham albatta amirning xazinasini muttasil to'ldirib borgan. Buni to'g'ri tushunish kerak. Hozir o'qiymiz opisni, ya'ni ro'yxatni. Bular o'zidan o'zi emasda, demak oltinni qazib olishdan kelganda bu boyliklar. Agar soliqdan kelganda u tanga bilan boyagi mis tangalar yoki kumush tangalar bilan o'lchanardi, lekin bu yerda yombi oltinlar bor. Menimcha qarang, qadim zamonlarda o'sha Buxoroga oxirgi marta qachon keldi bosqinchilar? Biz haqiqiy bosqinni Nodirshoh davrida deb hisoblaylik. O'sha paytda balki Nodirxon olib ketgan bo'lishi mumkin ko'p boyliklarni. Chunki yig'ilgan boyliklarni. Endi tasavvur qiling, 1920-yilgacha oradan endi necha yuz yil, salkam 160-180 yillar o'tyaptimi? 2 asr. 2 asr hech kim teginmagan Buxoroga, u qancha boylik yig'iladi bu yerda. Tasavvur qiling, salkam 200 yil madanlar to'planaversa, qazilma boyliklar olib kelib Buxoroga olib kelinaversa, bu yerda bu oltinlarni ishlatadigan bir katta bir islohotchi amirlarning bo'lmaganligi. Bular nima qildi? Madrasa, masjidlar qurilgan, uni mayli, uni xizmatlarini tan olishimiz kerak. Asosiy yodgorliklar kimning davrida qurilgan? Mang'itlarlar emas. Nimani rivojlantirdi? Na bir sanoat rivojlangan bo'lsa. Amirning armiyasida 2 ta pulemyot bo'lgan ekan, Frunze bostirib kelgan paytda. Texnologik naqadar ayanchli ahvoldamiz. Xazina to'la oltin degan. Uni nimaga ishlatmagan bular? Men hayron qolaman. Va o'sha tonna oltinlar keyin Frunze tomonidan Moskvaga olib ketildi. Haligi ming afsuski maqol bor-ku, yemaganni itlar yer deydimi? O'sha yemagannikini, xuddi shunday. Demak, hozir endi menimcha ro'yxat e'lon qiladigan payt keldi. Bu ma'lumotlar endi bir nechta nimalar manbalardan oldim, Olim aka. Amirning bir rus ayol vrachi bo'lganda, Rakitskaya. Uni Buxoroda doktor Sho deb atashgan. Keyin yana bitta tabibi bo'lgan Mulla Qurbon. Ular ham juda ko'p sirlarni bilgan ekanda. Ularning aytishicha, o'sha paytda Amir Olimxon Aleksandr Miller degan bir katta, ya'ni moliyaviy dallol va sanoatchi boy Ivan Staxeyevning
bu rezident bo'lgan Ivan Staxeyev ingliz bankiga 150 million rubl qo'ygan ekan. Biroz o'tib yana o'sha bankka 32 million yana oltin ingliz bankiga qo'yilgan amir. Shunda ham akt qilinyapti, ya'ni Buxoro amirligi qulatilgandan keyin Qarshi atrofida Kuybeshev bularni jangda qizillar qo'lga tushiradi va Kogonda buni qarang, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi vakillari allaqachon respublika tuzildi, yangi. Amirni ketdi, amir qochib ketdi, Buxoro amirligi tugatildi. Frunze Leninga telegramma jo'natdi g'alaba qozonganligi bo'yicha va akt qilyapti. Aktning nomeri 743-nomer. Buni biz osmondan olmayapmiz. Buni har qanday arxivga kirib tekshirib ko'rishlaring mumkin. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi vakillari Xayrulla Muhiddinov bilan Xolxo'ja Sulaymon Xo'jayevlar akt tuzadilar. Albatta Frunzening ham vakillari bor, ularni kuzatuvi ostida 48 varaqli akt. 48 varaqqa o'sha faqat boyliklar tushirilgan akt. Mana akt qilamiz-ku. Har tashkilotlar qiladi-ku, akt qiladi. Mana stol nechta, yana kamerang nechta deganday. Yirik olmoslar 53 dona deyapti. Juda yirigi 39 ta bo'lgan ekan. Kattasi. O'rtacha brilliantlar 400 ta dona. Kichik brilliantlar 500 dona. Juda kichik brilliantlar, ya'ni 10.041 karat jami. Sof oltindan, ya'ni qalpoq, toj. Qalpoq u olmos va injular bilan bezatilgan, bir dona. Sof oltindan yana 4 ta toj. Sof oltindan 3 ta yirik sirg'a. Bu endi menimcha asosiy nimalari qarang, bitta-bitta sanayapti. Bu demak, bu ahamiyati katta bularning. Yirik sirg'a. Sof oltindan 26 ta katta uzuk. Sof oltindan 26 ta ayollar soati. Juda ayollar ko'p bo'lganda endi har biriga bitta olgan bo'lsa kerak-da. 11 ta katta sof oltindan baldoq. Menimcha har biri 100 grammdan katta-da. Sof oltindan 53 ta portsigar. Endi bu menimcha sovg'a salom bilan sovg'a bo'lgan bo'lsa kerak. Endi qarang, asosiy 4 put. Bilasiz, Olim aka, 4 puti bu 64 kilogramm. Oltin lom. Oltin lom. 262 ta quyma yombi. Bilasiz, quyma yombi jami 172 kilogramm oltin. Rus tilla tangalari, endi rus tilla tangalari 240 kilogramm. 240 kilogramm oltin tangani o'zi. Kumush tangalar 632 ta sandiq va 2364 ta qopda o'lchanadi. Salkam 103 tonnalik kumush. Qog'oz pullar, imperiya pullari 2 million 10 ming 111 rubl. Kerenskiy, ya'ni muvaqqat hukumatni pullari 923 ming 450 rubl. Qahrabo, lal, zumrad va yana shunga o'xshagan. Endi buni opisni qilsak 48 varaqni o'qishimiz kerak. Olimjon aka. Aktni va aytdim, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi vakillari Xayrulla Muhiddinov va Xolxo'ja Sulaymon Xo'jayevlar tuzadi. Akt nomeri 443-nomer. Buni o'sha paytdagi tillafurush zargar, o'sha Rossiya imperiyasidagi yirik zargarlardan biri Danielson qiymatini o'lchaydi. O'sha paytda 103 million dollarga baholaydi. Bu hozirgi pulda 1.4 milliard dollarni tashkil qiladi. 1,5 milliard dollarlik boylikni Sovet Rossiyasi shunday bezbetlarcha talon-taroj qilib Moskvaga olib ketyapti. Endi haqli savol to'g'rida qarang. Shuncha tilla, shuncha boylik bor. Buxoro armiyasi samolyot bilan Amir Olimxon o'zining estaklarida aeroplan bilan hujum qildi deydi. 12 ta samolyot bo'lgan. Samolyot bilan hujum qiladigan armiyaga qarshi qilich bilan qarshi chiqyapti. Ingliz razvedkasi kelgan Amir Olimxonni oldiga. Mana shu vaziyat haqida xabardor bergan. Mana o'zi ham inglizlarga aloqaga chiqyapti-ku. Qashqarga boryapti, Mashhadga boryapti. Demoqchi bo'lgan savolim, nima uchun zamonaviy qurollar sotib olinmagan? Armiya nega isloh qilinmagan? Shunga hayron qolaman-da, mana Olim aka. Men ataylab bir kunni ajratib borganman shu yerga, o'sha Kamenostrovskiy nimaga? Markaz, naq Peterburg markazida. O'zi ham juda mahobatli. Mahobatli. Mana rasmini qo'ysangiz, tomoshabinlarimiz ham ko'radi. Hashamatli, juda ham hashamatli, boyagi kolonnalari bir. Meni arxitekturasi hayratlantirdi. Bu Yevropacha arxitektura. Stepan Krichinskiy degan juda katta arxitektor bo'lgan, Rossiya imperiyasini mashhur arxitektorini yollab o'sha uyni tarixini, ya'ni nimasini chizdirgan. Bu Birinchi jahon urushidan oldin qurilganda, taxminan 3 yilmi 4 yil qurilgan ekan. Hozirgi kunda bu yerda ham muzey sifatida ham ko'rish mumkin, ochiq osmon ostidagi.
ham aholini o'sha aytdimku boy qatlam yashaydigan elitniy rayonda. Umuman Buxoro amirlari Rossiya hududida juda ko'plab qurilishlar qilgan. Mana Qrimda ham bor. Qrimda, mana Yaltada juda katta, mana hozir ham O'zbekiston sanatoriyasi. Albatta, bu O'zbekistonga qaraydi u aslida. O'zbekiston mulk sifatida turibdi hozirgacha. Lekin boyagi savolimizga yana qaytsak, armiya islohotlari va zamonaviy qurollar olinishiga nima monelik qilgan? Mana shunisi ajablanarli, nimaga bu odam mana shu islohotlarni qila olmadi ekan deb men har doim o'sha hayratlanaman. Shular masalan, uzr so'rayman, yaqinda biz qarorgoh mashvaratimizga bir guruh olimlarni taklif qilgan edik. Ular shunday fikr bildirdiki, o'sha paytda Amir Olimxon to'laligicha o'sha Rossiyadan jo'natgan harbiy atashelar va josuslarning qurshovida edi. U mustaqil bironta xarid yoki bironta harb islohot qilish mumkin emas edi degan fikr bildirdi. Ya, endi mana tasavvur qilingda, mana Rossiya imperiyasi quladi, to'g'rimi? Amir Olimxon mustaqil vassal sifatida endi hech kimga bo'ysunmaydi-ku. Muvaqqat hukumat ham tugadi-ku. Va 1918-yil Kolesovning urinishi ham barbod bo'ldi-ku. Amir Olimxon endi kimga bo'ysunadi? Yoki mutaxassislar yetishmagan, boyagi diplomatlar, inglizlar bilan gaplashadigan yosh buxoroliklarga balki quloq solish kerakmidi? Fayzulla Xo'jayev, Abdurauf Fitrat va boshqalar. Bular bor gapni aytyapti-da, Amirga aytyapti. Tezroq rivojlanishimiz kerak, dushman qo'r to'kib turibdi bu yoqda. Fayzulla Xo'jayevdan sotqinlikda ayblaydigan juda ko'p odamlar bor. Men ham Fayzulla Xo'jayev haqida bahsli. Uni qilgan ishini hech qachon oqlamayman. Boyagi Kolesovni boshlab kelishi, undan keyin Frunzeni boshlab, u sotqinlikdan boshqa narsa emas. Lekin ularni ham balki tushunish mumkindir. Ular parlamentar monarxiya qilaylik, konstitutsion monarxiya qilaylik. Amir, siz endi chekkaga chiqing. Davlatni mana xuddi Yevropa davlatlarida liberal, ya'ni parlament boshqarsin, bosh vazir boshqarsin. Siz nima deydi? Amir bo'lib qolaverasiz. Sizga hech kim teginmaydi masalan. Amir lekin boyagi reaksion kuchlar shunga ko'nmadi-da. Atrofidagi ulamolar, zamindor boylar juda kalta o'yladi. Kaltabinlik deb shuni. Chunki ular o'zini ma'lum bir davrda qutqarib qolishni istadi-yu, lekin kengroq masshtabni fikrlay olmadi. Kelayotgan fojiani ko'ra olmadi. Ular buni tushunish kerak. Bu Olimjon aka, bizni hozirgi davrga ham tegishli ba'zi odamlar. Bu uzoqni ko'ra bilmaslik, dunyo iqtisodini va dunyo siyosatini yaxshi tushunmaslikdan bu. Amir Olimxon hatto Ming Peterburgda o'qigan bilan, mingta tillarni bilgan bilan, lekin shu narsalarni ko'rish kerak edi deyman-da. Unda domla, keling o'sha ro'yxat asosida ayrim savollarni shakllantirib olaylik. Lekin masala boshqa jihatlari ham paydo bo'lyapti. Bu harbiy mutaxassislarning tili bilan aytganda, bu juda katta logistika. Masalan, 102 tonna kumush tanga yoki 12 fut sof oltin yombilar yoki 15 fut rus tilla tangalari. Buni juda katta logistika deb hisoblaydi. 13 vagon bo'lgan deyshadi. Uni olib ketish. 17 vagon deb bergan nimalar bor. 13-17 vagon. Markaziy Osiyo, Kavkaz bo'ylab fuqarolar urush ketayotgan bir jarayonda, bir paytda shuncha katta xazinani betalofat qanday olib keta oldi? Bu ham bir masala edi-da. Yaxshi savol Olimjon aka. O'zi grajdanlar urushi deyish ham noto'g'ri deb hisoblayman. Mayli, Rossiyaning ichidagi u grajdanlar urushi edi. Mana bu oqlar bilan qizillar. Kavkazda, Markaziy Osiyoda bu milliy ozodlik harakati. Bu hech qanaqa grajdanlar urushi emas. Bu intervensiya. Men buni men qo'rqmasdan aytaman, bu intervensiya, bu bosqinchilik urushi. Mana O'rta Osiyo Ukrainaga bostirib kirdi bular. Ukrainani, Finlandiya bilan Polshaga kuchi yetmadi bularning. Bizdagi Qo'qon muxtoriyatini qonga botirilishi, keyin Xivani tugatdilar, Buxoroni amirligini tugatdilar. Bu intervensiya deb hisoblayman olim aka. Hech qanaqa bu fuqarolik urushi emas. Endi qarang, Rossiyani boyliklari nima yo'qmidi, nima Buxoroni boyligiga bular qarab qolganmidi degan gaplar bor-da. Nima Rossiyada shuncha boylik bo'lmaganmi? Romanovlar sulolasi 300 yil hukmronlik qilgan-ku. Ular qancha boylik yiqqan-ku ular. Rossiyada pul xazina deb deyarli pul qolmagan. Bekorga ular keyin neft siyosatini boshlagani yo'q. Tamom bo'lgan, iqtisod tamom bo'lgan. Ular darrov tushundiki, agar pul bo'lmasa, bu saqlab qola olmaymiz hokimiyat. Pul kerak hamma narsaga. Olim aka bilasiz-ku. Pul bo'lmasa, u foydasi yo'q. Uning g'oyang ham bir tiyin, boshqa narsa ham. Shunda Leninga maslahat berishadiki, Buxoroda pul bor deydi. Buxoro qarang, ular kallasi ishlagan. O'sha eng nozik, o'sha yerni egallash kerak deydi. Nimaga? Bular Turkistonga yo'l ochish kerak. Va Kolchakni ham uloqtirib yubordilar. Bu yoqda ular yo'l ochdilar, o markazga, O'rta Osiyoga. Bu yoqda bekorga ular 11 eshelonni qo'shinni jo'natgani yo'q Turkistonni qonga botirish uchun. Bular maqsadi bu yerga oltinni olib ketish kerak.
o'zi sal oldinroq Xudoyorxonni aldab butun boyliklarni, Qo'qonni boyligini olib chiqib ketishgandi. Undan keyin Xivani ham boyliklarini talon-taroj qilishdi. Endi Buxoroda aytdi baribir asosiy katta boylik. Buxoro amirini o'zi ham balki bir qismini yashirgan bo'lishi ehtimoli katta baribir. Buxoroda faqat Amir Olimxondan emasda pul. Buxoroda juda ko'p badavlat odamlar bo'lgan. Fozillo Xo'jayev Fozillo Xo'jayevning o'zi hatto millioner. davlat qarz olgan-ku. Millioner bo'lgan. Undan tashqari yana bir 10 dan ortiq shunaqangi millionerlar bo'lgan Buxoroda. Endi mana shu e'tibor qaratadigan yana bitta narsa, o'sha Zargar Danielson, hali yuqorida aytib o'tdingiz. Uni o'sha paytdagi taxminiy hisob-kitobi bo'yicha 103 million dollardan oshgan. Endi bugungi kunda albatta bu 1,5 milliard dollarga baholanadi. Umuman o'zi Danielson kim bo'lgan? Zar qadrini zargar biladi deydi olim aka. Masalan, mana shu piyolani nimasini o'zi kosiblar biladi. Buni ahamiyati, puli qancha turishini biz bilmaymiz. Bunaqa odamlar, spetsialistlar, bunaqangi odamlar har doim har qanday hukumat ishlatadi bunaqa. U aniq o'lchab mana shu narsalarni aytib bergan, shunchaga baholab bergan. Mustaqil ekspert u. Demak, yuqoridagi sizni fikringizga xulosa qilib aytish mumkinki, Qizil armiya Buxoroga o'sha amirlikni, ya'ni siyosiy tuzumni ag'darish uchun emas, aslida o'sha 1,5 milliard dollarlik xazinani boylik talon-taroj qilish, o'zlashtirish uchun kelgan edi desak, menimcha to'g'ri. O'sha pullarni nimasi bilan oyoqqa turib ketdi-da, mana shu Buxorodagi talon-tarojning orqasidan bolsheviklar oyoqqa turib oldi. Bo'lmasa ular yiqilaman deb turgan. Oldin degan edi. Hatto eng qizig'i, buni hamma biladi-ku, olim aka, bular Turkiyadagi respublikani oyoqqa turishiga mana shu Buxoro oltinlari yordam bergan dedi. Mustafa Kemal Atatürk yordam so'radi-ku Lenindan. Aynan o'sha paytlarda bular Buxoroni olgan paytda u yoqda Turkiya ham mustaqillik uchun kurash olib borayotganda Mustafa Kemal Atatürk Halil Poshshoni missiya qilib Moskvaga jo'natadi. Va Halil Poshsho Lenin bilan uchrashadi va Lenin ko'rsatma beradi. Endi Kemal Atatürk aldagan bolsheviklarni deydiki, biz ham kommunistik nima qilamiz, kommunistik davlat tuzamiz. Bularning maqsadi olim aka butun dunyoda proletariat g'alabasi uchun kurash olib boryapti. Bular Rossiyani faqat mana Lenin ham, mana shu ular Rossiyani sevmagan bu odamlar. Rossiyani faqat nima deydi? Upload deydi-ku, ya'ni tayanch, katta sakrashga tayanch nuqta deb bilgan bu. Shuning uchun bular hech qanaqa boylik, bularning ko'ziga bir muqaddas narsa yo'q edi. Bular bu boyliklarni faqat dunyo proletariat inqilobiga sarflash. Bularning maqsadi Germaniya, Angliyada g'alaba qozonish. Hech qanaqa bular Rossiyani foydalanish, Rossiyani resurs sifatida ko'rishadi bular. Shuning uchun Atatürkni nimasi bularga juda yoqib tushdi-da. Bek mana qarang, 620 kilogramm oltinni bergan ekan. Bu boylik qayerdan keladi? Buxorodan olingan pulda o'zida qayerdan pul bor? Yo'q-ku, Brest sulhiga baliginga berdi, Kolchak olib chiqib ketdi. Ana uni talon-taroj qilib yuborishdi Rossiyaning pullarini. Mana qayerdan oladi? Buxorodan kelayotgan pullardan beradi. Undan keyin 21-yil 16-martda mana yana bitta elchi jo'natgan Mustafa Kemal Atatürk Bekir Sami degan odamni. Bu odam Checherin bilan uchrashgan, tashqi ishlar o'sha komissari bilan va 7.7 tonna oltin o'lchamidagi qurol-yarog', oziq-ovqat, medikament yordamlarini Sovet Rossiyasi Turkiya Respublikasiga bergan. Va bu yerda ham Buxoroni yordami, Turkni yordami, Turk shu yerda lekin rozi bo'lsak bo'ladi. Bu pul mayli. Turkiyani ozodlik uchun ketibdi. Bir qismida endi. Bir qismi endi mayli. Juda bir kichik qismi, lekin mana shu qismida baribir Xudoni o'zi shunday to'g'rilab qo'yarganda. Qarang. Lekin Mustafa Kemal Atatürkning ham ba'zi harakatlarida shu kommunistlarning g'oyalarini ko'rish mumkin-da, ayniqsa dinga bo'lgan munosabatda. Endi u menimcha uni boshqa iloji ham yo'q edi shekilli. Boshqa qayerdan pul oladi? Unga hech kim bermaydi. Angliya, Fransiya dushman bo'lsa, Germaniya ham mag'lub bo'lgan bo'lsa, kimdan oladi pulni? Bu yerda Kemal Atatürkni donishmand deb hisoblash mumkin, bolsheviklarni o'sha aldab pulini olganligi. Shukur Xolmirzayev mashhur adibimizda suhbatda bo'lganida bir qiziq fakt aytganda Buxoro amirining xazinasi haqida. Bilasiz, o'zini hatto farzandlarini qoldirib ketgan. 3 ta farzand qolib ketgan. Qolib ketgan. O'sha ketishda ma'lum miqdordagi xazina ham olingan. Endi tabiiy bu narsa. Albatta. Va ortidan qo'yayotgan rus askarlarini chalg'itish maqsadida deydi, Dinov sari bitta karvon jo'natiladi va karvon yo'l-yo'lakay tilla tashlab ketaverdi. Ya'ni rus askarlari, karvon bu yoqqa ketyapti deb chalg'itish uchun Dinovgacha olib bordi ularni deydi. Dinovga borgandan keyin qaysi bir daryoga borib, ularning izini yo'qotdi. Bir arava
tilla to'kilgan ham qildi. O'sha joyda keyin ruslar ha demak bu yerda karvon mana shu yergacha keldi deb o'sha ma'lum qism tillalar olgan degan bir fikrlarni ham aytgan edi. Amir Olimxon hozir bu yerdan bir asr o'tib uni tanqid qilishimiz oson. Mana tasavvur qiling, bu yoqda Afg'on amiri ham u o'ylagancha do'st emas. Afg'on amiri ham unga keling aka deb kutib oladigan amir emas. U ham muxolif sezadi o'zini har doim. Raqib sezadi. Eronda vaziyat bunaqa. Eronning ahvolini ko'rib turibsiz. Turkiyaning ahvolini ko'rib turibsiz. U yerda ham deyarli fuqarolik urushi ketyapti. Intervensiya bo'lgan. Rossiyaning ahvolini ko'rib turibsiz. Xitoyda Amir Olimxon nima qilish kerak? Kim bilan ittifoq tuzishi mumkin? Kim bilan? Faqat bitta xatosi o'sha 18-yildan boshlab zudlik bilan Angliya Afg'oniston orqali, Hindiston orqali qurollarni olib kelish kerak edi. Angliya sotardi. Sotadi, yordam bermaydi. Hozir ham hech kim senga o'shanda ham kelgan elchilar harbiy nimadagi elchilar qurol taklif qiladi, sotib olish taklif qiladi. Mana zambaraklar olib kelsa bo'lardi, samolyotlar sotib olsa bo'lardi. Endi uni kim minishi, kim uni qurollarni o'qitish ham kerak edi endi o'z o'qitish ham navbatida. kerak. Ulgurarmidi? Endi o'sha badiiy filmda shunday ko'rsatiladi. Albatta endi bu badiiy asar, ular harbiy ekspertlarni bu yoqqa jo'natish taklifini bildiradi. Bizlar ekspertlarni jo'natamiz, qurol yarog'lar sotib olinglar degan. Endi bu tarixiy qanchalik mayli, ekspert ham keldi deylik. Ular ingliz-ku ekspertlar. Ya'ni instruktorlar. Qanday qilib bu mana bu mahalliy aholi bilan qaysi tilda gaplashadi ular? Masalan 18-yildan 20-yilgacha bo'ladigan masofani oladigan bo'lsak, endi agar u tarafini qurolni olib kelishga ham bir yarim yil vaqt ketsa kerak. endi u tarafini aytsangiz, masalan, bolsheviklar ham shunaqa ahvolda edi. Masalan, ular hokimiyatni oldi, ishchilar, dehqonlar Yo'q, va Olimjon aka. ulardan askar. Yo'q, Olimjon aka, bolsheviklar bu yerda Chor Rossiyasidan qolgan birinchidan butun bir nima bor. Arsenal bularning qo'lida. Tushunyapsizmi? Nima uchun? Mana men har doim arsenal bor, lekin armiya tarkiban bular tarafga o'tadi. Va Trotskiyning bitta nimasi bor. Rus generalitetini o'z tarafimizga og'dirishimiz kerak. Stalin bilan Trotskiyning o'rtasidagi bahs ham bekorga ketmagan. Trotskiy o'sha Chor Rossiyasining harbiy zobitlarini armiyaga jalb qilishni taklif qilgan va qilgan. Siz o'ylaysiz, Frunze kelgan paytda Buxoroga nima? Bolsheviklar o'sha yarmi malogrammatni odamlar kelgan deb o'ylaysizmi? Nimasi past odamlar. Umuman unaqa emas. Uni atrofida juda ko'p Chor Rossiyasining generallari, maslahatchilari bor edi. Bular ham arsenalni saqlab qoldi, ham rus ofitserlarini o'z tarafiga og'dirib olishda bularning yutug'i bo'ldi. Nima uchun yutqizdi mana? Kavkaz ham yutqizdi, chunki ularga baslasha oladigan yo'q edi, kuchimiz yo'q edi. Har tomonlama ular baribir yengardi. Chunki ular texnologik ham kuchli edi. Ham ilm tarafdan ham akademiyani bitirgan odamlar u yerda qo'mondonlik qilyapti. Chapayevga o'xshaganlar, ularni ham lekin ilmsiz, Budyoniy, lekin o'ylaysiz, ularning maslahatchilari kim bo'lgan? Ularning maslahatchilari Chor Rossiyasi ofitserlari edi. Mana shuning uchun ular g'alaba qozondi. Xo'p, bo'lmasa bitta nozik savol. Shuncha boylik olib chiqib ketildi. Mana ro'yxat bor. Bugun xalqaro huquq normasiga asoslanib O'zbekiston shu xazinani qaytarish talabini qo'yish mumkinmi? Mumkin, nega mumkin emas? Nega butun dunyo qo'yadi, nimaga biz mumkin emas? Biz kontributsiya so'rashga 100% haqqimiz bor hozir. O'sha Rossiya Sovet ittifoqining merosxo'ri kim? Rossiya Federatsiyasimi? Nimaga endi mumkin emas? Butun dunyo o'zini nimasini so'ragan paytda nega biz so'ra olmaymiz? Nimaga shuni ilmiy jamoatchilik, mana tarixchilar, olimlar shu g'oyani masalan Olimjon aka, bu tadqiqotlarni hali tadqiqotlar bu o'rganilish nimasida turibdi-da. Buni olimlarimiz o'rganish kerak va yetarlicha asosli nimani yig'ib hukumatga topshirish kerak. Bu olimlarning vazifasi. Albatta. Men ham shunday deb hisoblayman. Olimlarimiz mana guruh tuzilishi kerak, eng kerakli nimalarni o'sha bularni har tomonlama moddiy ta'minlash kerak, har tomonlama bularga rag'batlantirish kerak va yo'naltirish kerak mana shu ishga. Menimcha 10 ta odam yetadi. Eng zo'r olimlarimizni yig'aylik, mana ma'lumotlarni to'plasin, hujjatlarni to'plasin, hukumatga taqdim qilsin, u yog'i hukumatning ishi. Frunzeni salohiyatli harbiy qo'mondon sifatida bilasizmi yoki shafqatsiz bosqinchi? Frunze bilasizmi, terrorchi bo'lgan. Frunze men ularni terrorchi deb hisoblayman. Ular asosi Frunze revolyutsiyadan oldin terror bilan shug'ullangan. Frunze, Sverdlov
Stalin ham. hammasi terrorist. Reoperatsiya deydimi? Boyagi Rus bankini o'g'irlash. Frunze terrorchi bo'lgan, odam o'ldirgan bir necha marta. O'sha terrorchi narodniklar bor-ku, yoki terrorchi eserlar bilan deyarli bir xil. Hatto radikalroq ham bular. O'ylab ko'ring, endi mana bemalol fatvo beryapti. Lenin o'sha birinchi Rus revolyutsiyasi paytida uni xatlarini o'qisangiz dahshatga tushasiz. Faqat rastrelят. Oting yo'q, bunday deyapti xalqqa. Ko'chaga chiqing, politsiyani otlariga mixni tiqib oling, politsiyachilarni o'sha kerak bo'lsa cherdakdan ham oting, ko'zlab miltiq bilan. Bu provokatsiya. Amaldagi rejimga to'g'ridan to'g'ri bu tajovuzda, davlat to'ntarilishi. Bularni hozirgi paytda bemalol terrorizm bilan ayblab, ularni bemalol hibsga olib, hatto o'lim jazosi ham berish mumkin. Nikolay II ni mana boyagi filmni men eslatdim-ku, boyagi Qora konsullik halokati degan filmni. O'shanda Amir Olimxon to'g'ri aytadi. Nikolay juda bir zaif podsho edi deydi. Men unga aytdim deydi. Nevskiy ko'chada Karl Marksning Kapitali sotilyapti. U odamlar o'qiyapti uni, sal tadbiringni ko'r. Uni taqiqla deb aytuvdim u odamga deydi. Mana oqibati deydi. Quloq solmadim, mana oqibati. Revolyutsiya Buxorogacha yetib keldi deydi. Tasavvur qilasizmi? Bu dohiyona gapda. Men o'sha yosh bo'lsam ham o'sha gaplarni eshitib hayratlanganman-da. Amir Olimxonlar juda bir oddalik odam bo'lgan ekan, aqlli demak. Keling, bo'lmasa Amir Olimxon shaxsiyati haqida gaplashsak. Siz yaxshi bilasiz, Amir Olimxon o'sha Buxorodan ketganidan keyin Millatlar Ligasiga o'zining murojaatnomasini jo'natadi. Shunday. Bu murojaatnoma afsuski ijobiy yakun topmagan, lekin keyinchalik o'sha murojaatnomadagi matn asosida Buxoro xalqining hasrati degan Amir Olimxonning kichkina bir risolasi ham chop etilgan. Biz bu risola haqida bir ko'rsatuv tasvir olganmiz. Bu payt Yoqub Ahmedov rahmatli tirik edi, suhbat yozib olganmiz. Juda yaxshi bir ko'rsatuv bo'lgan. Bizda YouTube'dagi sahifamizda turibdi. Xohlagan kuzatuvchilar uni ko'rishi mumkin. Umuman Amir Olimxonning achchiq qismati va taqdiri haqida bir fikrlaringizni bilmoqchiman. Masalan, u o'sha Afg'onistonga qochib o'tganidan keyin Amudaryo bo'yigacha kelib bu tarafga ko'z tikib yig'lardi. Hattoki hayotining oxir paytida yig'lab ko'zi ko'r bo'lib qoldi degan. O'zaligi nimasida ham Buxoroni tuprog'i bo'lgan ekan-ku, o'shani har doim olib ko'ziga surkab yig'lar ekan-ku. Mana shu masala bundan ko'ra achchiq qismat bo'lmasa kerak. O'zi qabriga ham menimcha yozib qo'yilgan-ku. Endi qabr toshiga shunaqa deb yozilgan. Bevatan amir xoru faqirdir. Gadogar o'z vatanida bo'lsa amirdir. Aytadi-ku, bekorga aytmaydi, o'zga vatanda va bo'lgandan o'z vataningda gado bo'lganing yaxshi deydi-ku, o'shada. Men nima uchun Amir Olimxon shaxsiyati haqida ham gaplashaylik dedim. Men Amir Olimxon jismida ikkita insonni ko'raman. O'sha Fikrat, Fayzullo Xo'jayev esdaliklarini o'qisam, juda bir maishatparast, xotinboz, ikkinchi tomondan madrasa ko'rgan, Sankt-Peterburgda o'qigan, zamonaviy ilmdan, tildan xabari bor. Savol, nima uchun u shu yosh buxoroliklar bilan yoki jadidlar bilan nimaga ularni eshitgisi kelmadi? Nega ular ta'qib qildi? Xalqaro siyosatni bari kuzatib borgan-ku. Balki o'sha Usmonli Turkiyadagi boyagi nimalarni ko'rdimmi deyman-da, o'sha yosh turklarni Abdulhamidxonning ag'darilishi yo boshqalar nima uchundir shundan dars olmadi-da. Mana Xivada ham nimani o'ldirib yuborishdi, islohot qilaman degan odamni. Bosh vazirni Islom Xo'jani. Amir ham u ham nafsi bor, Amir ham o'ylaydi, bu hozir isloh qilsam meni ham ertaga olib tashlasa-chi yo'ldan. Masalan, ulamolar ikkala tomon hamda masalan, bu yoqda katta boylar, ya'ni eski qadimchilar deylik, haligi traditsional qadimchilar, feodallar. Ular yo'l qo'ymaydi-ku amirga, agar islohot qilmoqchi bo'lsang, deydi, yo'l qo'ymay. Ular kerak bo'lsa davlat to'ntarish ham qilib yuborishi mumkin. Bunisiga tiksa, bularga ham ishonch yo'q. Bunisiga tiksa, bularga ham ishonch yo'q. Amir Olimxonni men to'g'ri tushunaman. U zamonasining, jamiyatining qurboni u odamlar. U boshqacha bo'la olmaydi. Jamiyat o'zgarish kerak uning uchun. Olim aka, u hamma davrlarga taalluqli-da. Agar jamiyat shunday o'zgarmasa, u bitta odam hech narsa qila olmaydi. Nima uchun g'arb rivojlanib ketdi, olim aka? U Angliyadagi parlamentarizm, Yevropadagi parlamentarizmning natijasida, liberal qonunlar natijasida mana bu konservativ qaraydigan sharq nima uchun orqada qolib ketganligini u yaxshi bilish kerak-ku. U parlamentar respublika qilsa rivojlanishi kerak edi.
boshqa yo'li yo'q edi u Amir Olimxon. Lekin jur'ati yetmadi bu narsaga. Yoshlarga topshirish kerak edi. Fayzulla Xo'jayev, mana Abduraif Fitrat, Behbudiy shularga topshirganda parlamentar Buxoro bo'lganda balki bu mamlakat mustaqillik saqlab qolish ehtimoli bor edi. Millatlar Ligasi nima uchun bu bilan gaplashmadi? Millatlar Ligasi u Amerika, Woodrow Wilson boshchiligidagi bilasizki Amerika tuzgan nima. Lekin bular ham Buxoro amiri bilan qandaydir kompromisga kelmadi-da, men shunisini hayratlanaman. Aytishlaricha Sadriddin Ayniyni qaysidir bir maqolasi uchun Amir uni zindonga tashlagan-ku. Kazzoblikda ayblagan. Amir Olimxon o'sha o'zini boyagi mashvaratini yig'ib so'roq qilgan Sadriddin Ayniyni. Qani isbotlab berchi shu gaplaring desa, u isbotlab bera olmagandan keyin adashmasam 70 darrami urdirgan. 75 darra. 75 darra urdirgan. Bundan tashqari hozir o'sha arkni endi yagona bittagina darvozasi qoldi. O'sha darvozadan kiraverishda zindon bor. O'sha zindonga Sadriddin Ayniy tashlangan. Ha. U asarlarda ham aks etgan. Endi Fitrat lekin juda ham yaxshi g'oyalar ilgari surgan. Fitratni o'sha asarlarda, o'sha Amir Olimxonning shaxsi haqidagi qarashlarida uning kamchiliklarini ro'y-rost yozgan. Hatto maishiy uning buzuqligi haqidagi nimalar bari odamni juda bir tushkun holatga olib keladi. Nahotki bir katta bir endi o'sha paytdagi imperiyalardan biri edi aslida Buxoro amirligi ham. Endi mana Olimjon aka hatto 21-asrda, masalan, hozir qanchalik bir rivojlangan asrda mana Epstein ishini ko'ryapmiz, boshqa jirkanch odamni axloqiy qanday buzilishini ko'ryapmiz. Ularda nimaga xafa bo'lamiz? U o'rta asr, deyarli o'rta asrli odamlar edi ular. Amir Olimxonlar, ular feodal odamlar, ularning nimasini nima qilish mumkin? Umuman Amir Olimxonni o'zi haqida gap ketganda aytadiki, xazinasida qancha boyligi borligini bilmagan deydi. Yana bir qarashlar bor, siz shunga oydinlik kiritib keting. Amirning o'zining xazinasi bilan amirlikning xazinasi birlashib ketganmi? Rossiya imperiyasi haqida bir ko'rsatuv qildimda, qahvali suhbatlarda shunda hayron qolib Yekaterinami kimdir malika bo'lgan paytda, bu yerda davlatni xazinasi ham bor ekan, podshoning xazinasi alohida ekan. U xazina bitta bo'lish kerak emasmi deydi. Demak, xazina bitta bo'lganda. Bunda lekin baribir to'g'ri, xazina bitta bo'lgan bilan davlat ishlariga ham qandaydir ajratilgan, byudjet smeta bo'lgan menimcha. Shunda Amir Olimxon o'zi bilganmi, xazinasiz qancha boyligi borligini? Endi uncha boylikni qayerdan bilasiz? Har kuni uni ro'yxatini olish kerak. Taxminan balki bilgan. Chunki uning xazinabonning qo'l ostida 40 ta xazinachi ishlagan ekanda, o'sha xazinani sanog'ini, yurtini umumiy menimcha qanchaligini baribir bilgan bo'lsa kerak, lekin uni detalni bilmaganda uni. Endi qayerdan biladi, u sanab o'tirmaydi. Unda olib kelishadi, ro'yxatni ko'rgan bo'lsa kerak. Mana bizga o'xshab hozir ro'yxatni sanayapmiz-ku. Balki Amir Olimxon ham shunaqangi ro'yxatlar qildirgan bo'lishi mumkin. Albatta bilmaydi, uncha ko'p boylikni qayerdan bilasiz? Qarorgoh bu ko'proq harbiy mavzuni olib chiqamiz. Endi shu mavzuga ham qisqacha to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Amir Olimxonni armiyasida xizmat tartibi qanaqa bo'lgan? Majburiy bo'lganmi? Umuman armiyani ta'minoti qanday bo'lgan? Amir Olimxonning armiyasi 6000 dan sal oshiq bo'lgan. Ya'ni regular armiyasi. Albatta maosh to'langan. Regular armiyada, doimiy armiya 6000 dan oshiq bo'lgan. Artilleriyachilari bo'lgan, chavandoz kavaleriyasi bo'lgan. Moddiy, albatta ularga pul ajratilgan, xarajatlar bo'lgan, maosh berilgan. Professional armiya desa ham bo'ladi, umuman olib qaraganda. Endi to'g'ri, Yevropa armiyalaridek bo'lmasa ham, lekin professionalizm bo'lgan baribir. O'sha o'q otishni o'rgatgan, boshqa. Armiyaning qurol yaroqlari haqida ham sizda biron qurol yaroqlari yo'q. Endi mana boshqa boya aytib o'tdingiz-ku Olimjon aka, qilich, qalqonlar yo'q, unchalik emas. Albatta miltiqlar bilan qurollangan, shtutserlar bilan baribir eng zamonaviy qurollar bilan qurollantirilmaganligi yomon bo'lganda. Mana pulemyotlarning donasi 2 ta bo'lgan. U juda ham yomonda kulgili. 6000 lik armiya u o'sha 27 minglik armiya tuzadi. Masalan, Frunze kelayotganda 6000 regular armiyaga yana yollanma va yana salkam 20 mingga yaqin o'sha qo'shinlar to'planadi. 27 ming armiya bo'ladi. Lekin 6000 professional bilan qolgan 20 ming diletantku. Ular harbiy tayyorgarlik yo'q odamlar. Ular nima qiladi ular? Va ular yetarli darajada qurollantirilmagan ham bo'lsa kerak-da. Siz boya gapingizda jon bor. Qolgani balki o'sha qilichlar bilan qurollangan bo'lishi mumkin. Urush bu tajriba.
Ular grajdanlar 2 yillik, 3 yillik tajribasi bor mana bu bolsheviklar. Hatto undan ham ko'p. Bular ko'pchiligi jahon urushidan chiqib kelayotgan odamlar. Endi tasavvur qiling-da, mana bular hech qanaqa urush ko'rmagan odamlar. U tabiiy bu yerda yengilishi hech nimada. O'shaning uchun ham bor yo'g'i 3-4 kungina o'sha mudofaa. Qarang, suhbatimiz o'z-o'zidan ilmga, ta'limga borib bog'lanyapti-da. Buxoro amirligida diniy ta'lim kuchli bo'lgan. Hatto shunday manbalar borki, o'sha Mir Arab madrasasi bitiruvchilarini imtihonida Amir Olimxonning o'zi ham borib ishtirok etgan. Hatto bir manbada o'qidim, bir kuyovini o'zi tanlagan deydi. O'sha yaxshi hofizi Qur'on bo'lgan, o'sha yigitni tanlagan degan bir manbani ham o'qib qolgan edim. Lekin nimaga zamonaviy fanlarga, ilmga e'tibor qaratilmagan? Mana diniy ta'limga e'tibor qaratganki, o'zi borgan, o'sha imtihonlarda qatnashgan. Zamonaviy bilimlarga nimaga e'tibor qaratilmagan? Menimcha yangilikdan qo'rqdi-da, aytyapman-ku, boyagi o'sha elitar qism yangilikdan qo'rqadi-ku bular. Bular o'zi sharqni orqada qolib ketishi ham shunday-ku. Men bulardan uncha hech xafa bo'lmayman. Manaman degan Yevropani biqinidagi Usmonlilar shu hatto shuni qila olmadi-ku. Shu islohotlarni to'liq qila olmadi-ku. Yevropaga biqinida turib qolib ketayotganligini ko'rib turib, o'shalar shu narsani qila olmagan nimaga biz mana bu ichkaridagi geografik jihatdan kontinentning ichidagi bir davlatlardan xafa bo'lishimiz kerak? Bu mentalitet bilan bog'liqmi? Yo'q, bu sharqning umumiy o'sha holati bilan bog'liq. Umumiy qoloqligi davri bilan. Lekin biz sharq desak, bu yoqda Xitoy, Koreya, musulmon, turkiylar demoqchisiz. Men Yaponiyaga qoyil qolaman. Imperator Meijiga qoyil qolaman. Ana islohot, mana islohot. Mana 1868-yil boshlandi Yaponiya. O'sha paytdagi holatini men taqqoslab ko'rdim-da, Olim aka. Buxoro amirligi 1000 marta ilg'orroq bo'lgan o'sha Yaponiyadan. Lekin ular nima qildi? Ular haqiqiy islohotni amalga oshira oldi. Ular tushundi. Tushunyapsizmi? Mana madaniyat, ilm nimani ham saqlab qolish mumkin ekan, lekin Yapon dinini ham saqlab qoldi. Ammo ular Yevropani nima uchun rivojlanganligini, asl mohiyatini o'sha imperator Meiji o'rganib tushundi. Mana shuni qilsak, demak biz ham shunday bo'lamiz ekan dedi. Biznikilar shuni tushunmadi. Mana ular Amerikaning haqiqiy siyosiy qurilmasini ko'chirib olib keldi Yaponiyaga. Parlamentarizmni olib keldi, sud islohoti, adolat, o'sha xalqning ichiga adolat. Eng muhimi ta'limni olib kirdi. Ya'ni minglab o'g'il qiz yaponlar Angliyada o'qidi, Fransiyada o'qidi. 30 yil ichida Yaponiya dunyoning eng qudratli davlatlar safiga chiqdi. Rossiyani majaqlab tashladi 1904-yil. Rus-Yapon urushida. Butun dunyo hayrat bilan qaradi. Qanaqasi kechagina qoloq bir qashshoq bir mamlakat manaman degan dunyoning eng katta mamlakatini tormor qilib tashladi. Mana islohot qanday bo'ladi, Olimjon aka? Meijida islohot qilish kerak. Hatto Ikkinchi jahon urushidan keyin ham ular asosiy e'tibor ta'limga qaratdi. Albatta, mana Yaponiya hozirgi kunda ham dunyoning eng katta, eng buyuk mamlakatlardan bittasi. Meijining o'sha islohotini to'g'ri yo'lda bo'lganligi. Bizning amirlar qila olmadi o'sha islohotni. Ko'pchilik yahudiy bo'lgan, bilasizmi? Shuni so'ramoqchiman. Nega ularda aksariyat qismi yahudiylar va armanlar bo'lgan? Bilmadim, kallasi ishlaydigan xalqlar shekillidir. Lekin ikkinchi jihati ham paydo bo'ldi. Bolsheviklar hokimiyatga kelgandan keyin mana shu zargarlar qatag'on qildi. Albatta. Bolsheviklar bularni qatag'on qilishidan maqsadi nima edi? Menimcha bularni o'sha boyagi boy sinfga yaqin deb hisoblaganligi uchun yo'q qilindimi deb o'ylayman. Amir Olimxonni biz yaxlit bir ta'riflaganimizda qanday baho berganimiz to'g'ri bo'ladi? Zulmkor hukmdormi yoki davr qurbonimi yoki bo'lmasam tarix tomonidan noto'g'ri baholangan shaxsmi? Menimcha hammasini bitta qilib olsak bo'ladi. Zulmi ham bor, adolati ham bo'lgandir qandaydir. Bu taqdir uni peshonasiga yoziladi. Taqdir azal deysiz. Buxoroni baribir olardi bolsheviklar. Demak, davr qurboni desak to'g'riroq bo'ladi. Hatto biz aytgan islohotlarni qilgan taqdirda ham, hatto biz aytgan o'sha nega bu fikrni ishonch bilan aytyapsiz? Chunki men boya aytdim-ku, gigant imperiyaga biz tura olmasdik. Ana bugun masalan gigant imperiyalarga qarshi kurashib, masalan, hali gigant imperiyalarni to'xtatib turganlar bor-ku. Endi u raketalar bilan-da. Unda raketalar yo'q edi. Unda baribir quruqlik qo'shinlari bilan to'qnashib to'g'ri kelardi. Mentalitetimiz bilan bog'liqmikan bu? Mana o'sha haligi amerikalik jurnalist McGahan kelgan-ku, amerikalik jurnalist muxbir. Hayratlarim yozadi-ku. Harbiy korrespondent. Men hayron qilyapman bularga. Bizni kelayotgan qishloqlar deydi, bizni otlarimizga yem berib deydi, bizlar bilan savdo qilyapti deydi.
hatto deydi askarlarga hayron qolyapman, o'zlari o'tib ketgan ko'prikni yoqib ketmayapti deydi. Bizlar deydi o'shanda bemalol Xivagacha kirib keldik. Mana shunisi men o'ylaymanda, demak bu yerda bir qandaydir xarakterga ega bo'lish kerakmikin millat deymanda. Isyonkor bir xalqlar bor-ku, bo'ysunmas xalqlar. Balki haqiqatdan hayron qolaman. Ba'zan qayg'uraman. Nahotki bizni o'sha paytdagi boshqaruvchilarimiz shu narsaga aqli yetmagan bo'lsa. Maggaxon aytayapti-ku, bular urush ilmini umuman qanaqa bu Amir Temurning avlodlarimi o'zi bu nima bu? Men ham hayron qolaman. Qanday biz nahotki shuncha unutib yubordik urush ilmini. Demak, oradan 300-400 yil urush ko'rmagan millatlar nima deydi? Razlojeniya bo'lar ekanda. Mana endi men urushga mutlaqo qarshiman-da, lekin urush bu toblaydi. Har qanday davlatni, xalqlarni toblaydi. Mana dunyoda ikkita hozir mamlakat borda avtonom urush nimasiga kira oladigan. Bu bilasizmi, AQSh bilan Rossiya. Boshqa bironta davlat relslarga qo'ya olmaydi, hatto Xitoy ham. Relsga qo'ya olmaydi. Okupatsiya bo'ladi bu davlatlar. Mana afg'onlar hatto 1000 bo'ysunmas xalq hisoblansa ham uni baribir okupatsiya qiladi kimdir. 20 yil okupatsiya qiladi. Amerikami, Sovet Rossiyasimi. Lekin mana bunaqangi qudratli davlatlar ular darrov kiradi o'zini nimasiga. Mana tariximizda shuncha xatoliklar bo'ldi. Shuncha bir imkoniyatlar boy berildi. Bugun o'sha xatoliklardan, boy berilgan imkoniyatlardan qanday xulosa chiqarish kerak? Ayniqsa yoshlar. Shuning uchun doimo aytaman-da, biz mamlakatimiz endi texnologik rivojlanish kerak. Men buni katta rahbarlarga ham aytganman. Hayron qolganman ba'zi rahbarlarning mushohadasini ko'rib, milliardlab pul ajratamiz deydi. Men so'rayapman-da, Olimjon aka, buncha pulni nimaga ajratyapsizlar desam, raqslarga, qo'shiq to'garaklari, mana bunaqangi bir tadbirlar, buni nima foydasi bor xalq bizning kelajagimiz uchun? Undan ko'ra mana shu milliardlarni baraka topkurlar bir texnologik konkurslar uyushtiraylik. Yoshlarni qiziqtiraylik, bironta texnika yaratib kelsa, ularga mablag' beraylik kattaroq. Olimpiadalarda yutib kelayotgan bolalarga fizika, matematika beraylik bir katta. Lekin sport bilan mana bunaqangi madaniy davlat ular erta kritik paytda ular saqlab qola olmaydi. O'sha paytda bizga injenerlar kerak. Mana Eron nima uchun hozirgi kunda turibdi? Chunki Eron mana shunga urg'u berdi. Injener, harbiy injenerlar tayyorlashga, konstruktorlarni tayyorlashga, mana shuning uchun qudratli davlatlarga qarshi turibdi. Eng qizig'i o'sha Erondagi olimlarning 30-40% ga yaqin ayollar ekan. Ko'rdingizmi? Demak, biz bundan juda ham katta bir nima olishimiz kerak, dars olishimiz kerak. Hozirgi kunda mana siz mana shu mudofaa vazirligidasiz. Yetar. Biz endi texnologiyalarga, mana shu bilimlarni kerak bo'lsa kursantlarimizni dronlarni ishlatishga o'rgataylik, radiolokasiya, yangi zamonaviy texnikalarni boshqarishni o'rgataylik. Yangi turlarini, tushunyapsizmi? Siz xabaringiz bo'lsa kerak, O'zbekiston armiyasidagi islohotlar ancha-muncha davlatlarni e'tirofiga sazovor bo'ldi. Bu juda meni mana shu quvontiradi-da, Olimjon aka. Lekin baribir umumiy holatdan kelib chiqib aytaman, bizda hali qilinadigan ishlar ko'p, Olimjon. Umuman olganda jamiyat oldida juda katta ishlar. Lekin to'g'ri aytyapsiz, biz maqtanmaslik, haqiqiy aqlli mamlakatlar qurolini yoki bir nimasini oldindan maqtanmaydi. U kerak bo'lsa vaqtida ko'rsatiladi. Tarixchilar ana shu davr haqida qanday xulosa beradi? Amir Olimxon davri haqida turlicha. Chunki endi biz davr haqida gapirganda faqat Amir Olimxon deyapmiz-da. Masalan, Amir Olimxon juda katta ilm egasi bo'lgani bilan bitta o'zi katta bir amirlikni boshqarib, unda islohot qila olmasdi. Bu yerda boshqa katta nima deymiz, olimlar, ilm ahli, boyagi vazirlar, umuman davlat boshqaruvi ham ishlash kerak bo'lganda. O'sha fojiamiz, mana bizni eng katta fojiamiz. Holbuki biz Buxoroni ilm markazi deb ta'riflab kelganmiz. 20-yillarning eng katta fojiasi, hozirgi kunda ham bu tendensiya bor, Olimjon aka. Qadimchilar bilan jadidlarning til topisha olmaganligi. Bu o'sha qadimchilar fitnaga, o'sha bilmadim, u kimlarnidir nimasiga yo'rug'iga yurdida, bu progressiv kuchlarni tushunmadi. Progressiv kuchlarni bular o'sha Yevropaga ergashayotgan Yevropa parastlar deb atadi. Umuman bular g'ayri dinimizga qarshi deb atadi. Bular mohiyatini tushunmadi taraqqiyotni. Birlashish kerak edi. Bular to'g'ri ichida balki bir ikkita dahriylarga o'xshagan odamlar ham bo'lishi mumkin jadidlar, lekin qolgan qismi musulmon odamlar edi-ku.
mana katta katta shayxul islomlar bo'lgan-ku, behbudiylar ham, boshqalar ham, mana Boboxun Salimovlar. Progressiv kuchlar birlashishi kerak edi va kuchli davlat tuzish yo'lini o'ylash kerak edi. Hozirgi kunda maishiy millat bo'lish yomon narsa. Bu millatlar qachon buyuk bo'ladi? Qachonki bitta g'oya ostida birlashsagina buyuk millat bo'la oladi va masshtabni o'ylashsagina buyuk bo'la oladi. Afsuski, bizni o'sha hozirgi jamiyatimiz katta bir gapdan iboratda. Hamma gap qiladi bizda. O'sha sinfdoshlar gap qiladi, oilaviy gap, ishxona gap qiladi. Juda melish, mayda narsalar muhokama bo'ladi. Davlat siyosati, kelajak haqidagi gaplar yo'q hisobi. O'sha kim nima qildi, qanaqa to'y qildi, kim qanaqa uy qurdi, tamom. Elementar maishiy nimalar. To'g'ri. Men fikrlaringizga qo'shilaman. Ehtimol ayrim kuzatuvchilarimiz aytayotgandir. 100 yil oldingi voqealarni bu yerda muhokama qilib nima qilasan? Kelajak haqida gapir, yo bo'lmasam bugungi davlat rivojlanishi haqidagi fikrlarni ayt deb. Ular ham to'g'ri. Lekin tarix shunaqaki, kerakli saboqlar olishga, insonni yo'lini to'g'ri belgilashga undaydi. Shu nuqtai nazardan xatolarni o'rganmasdan turib biz kelajak qura olmaymiz. Biz chunki yana o'sha xatoni takrorlayveramiz. Hozir yana o'sha xatoni aslida takrorlayapmiz. Ba'zi juda ko'p odamlar takrorlayapti. Demak, shu nuqtai nazardan bugungi bizning mashvaratimiz xalqimiz tarixidagi eng katta fojialardan biri, o'sha tanazzullardan biri desak ham to'g'ri bo'lardi. Tahliliga bag'ishlandi. Men o'ylaymanki, kuzatuvchilar o'zlariga ko'plab ma'lumot oldi va bugun mana shu mashvaratda ishtirok etganingiz uchun sizga katta rahmat. Rahmat Olimjon aka. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.